Do'stlar, oyga 3000, 5000 dollar daromad topsa bo'ladigan bitta zo'r yo'nalish topdim sizlarga do'stlar. Aynan bu yo'nalish shorts nishasi, futbol shorts nishasi juda zo'r yo'nalish. Aynan buni darsligi ham tayyor va buni darsligini YouTube privatkamizga qo'shganmiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lib turib, botimiz orqali murojaat qilsalar, aynan shu yo'nalish bo'yicha ham qolgan YouTube privatkasi bo'yicha ham to'liq ma'lumot berib o'taman do'stlar. Do'stlar, endi bu mavzuga keladigan bo'lsak, zo'r yo'nalish futbol nishasi, futbol shorts bilan oyiga 3000 dan 5000 dollargacha daromad qilyapti. Ko'rishlaring mumkin 45 mingta obunachi 148 ta video bilan. Bu 2025-yil 23-noyabrda kanalini ochgan. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana 23-noyabr 25-yil. Noyabr bo'ladigan bo'lsa, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel mana may ketyapti, mayga o'tyapti. 6 oy bo'lyapti. 6 oyda, 5 oy, 6 oyda shunaqa natijaga erishyapti. Do'stlar, 148 ta video yuklayapti shu paytgacha. Kuniga bittadanga to'g'ri keladi. Buni mashhur videolarni ko'radigan bo'lsalaring, mana 10 million, 7 million, 5 million, 5 million, 4 million xuddi shunaqa prosmotr olyapti. Bu qanaqa videolar qiladi? Misol uchun Liverpool Chelsea'ni penalti tepgani. Shunday oladida futbolchilarni har birini penalti tepayotgan jarayonida to'xtatadi, qaysi biri misol uchun qaysi tarafga tepadi. Shuni chamalab turib, misol uchun 80% bu tarafga tepadi, 5% o'rtaga, 15% bu tarafga. Misol uchun mana shu videoni ko'rsalaring, mana nimasida ko'rib turibdi, 80% bu tarafga, 5% bu tarafga, 15% bu tarafga. Endi qayerga tepar ekan degan savol bilan odamlarga murojaat qilib 3 2 1 degan holatda tepadi. Shunda misol uchun odamlar qiziq, odamlar kuzatadi, qaysi tarafga tepar ekan 80%, 5%, 15% degan holatda ko'rishadi. Misol uchun buni qanday qiladi? Shu kurs nimada Chrome'da o'zi 80%, shu 5%, 15% degan nimalar bor. Qizil, yashil, sariqli rasmchalar bor. O'shalarni oladida videoga qo'shadi. Videoga qo'shgan holatda buni qo'shadi. Tepada o'sha nimalari Liverpool bilan Chelsea uchligi shunaqa nimasini yaratib qo'yadi. Pastda 3 2 1 bu green screen bo'lgan holat. Bu yerda o'zi video ketaveradi. Juda oson, juda nima bo'ladi. Misol uchun shu 10 million bo'lganini ko'ramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, Dembele 52, 34, o'rtaga 14 deyapti. Hoppa, bu tarafga tepdi, gol bo'ldi. Endi Cristiano Ronaldo. Bu yoq 40, 17, 43 deyapti. Bu ham urdi. Mana Fofana. Bu ham 3 2 1 0. Hoppa, o'rtaga tepdi bu misol uchun. Endi Bernardo Silva 23, 60 mana. Bu ham gol urdi. Xuddi shu holatda faqat penalti do'stlar, faqat penaltini teptirib shunaqa holatda montaj qiladi va oyiga 3000 dan 5000 gacha daromad topyapti do'stlar. Juda oson yo'nalish. Shunday bitta videoni olasizlarda, short formatga tushirib, ozgina green screenlar ishlatib turib, o'sha 3 sekund 2 3 1 0 degan holatda xuddi shunaqa montaj qilgan holatda juda katta daromad qilsalaring bo'ladi do'stlar. Montaji oson, shunisi yaxshi, montaji anchagina oson hisoblanadi do'stlar. Xo'p, bu do'stlar, mana hozir sizlarga bitta daromadini ko'rsataman. 148 ta video, hop 60 million prosmotr, yo'q, 60 million emas, bu 1 2 3 6 7 ta. 60 million 789 ming prosmotr olgan. Ko'rishlaring mumkin, mana 3200 dollardan 52 ming dollargacha daromad deyapti. O'rtacha deylik 3200 daromad qilyapti. Eng kami 3000 dan 5000 gacha topyapti bu do'stlar. Ko'rishlaring mumkin, oyiga 7000 ta obunachi qo'shilyapti deyapti. 13 million oylik auditoriyasi. Shortsda 13 million uchun kamida, misol uchun 10 million uchun deylik 2000, 2500 dollar bo'lsa, 3000, 3200, 4000 dollar, 5000 dollar atrofida pul ishlayapti aziz do'stlar. Do'stlar, bu kanalda video qilinishini aytib o'tdim. Ko'rishlaring mumkin, ajoyib videolar qiladi. Eng katta videolari, eng o'sha katta prosmotr olgan videolarini ko'rishlaring mumkin. 10 million, 5 million, har xil, mana 7 million, 5 million, 5 million, 4 million xuddi shu holatda ketgan. Bunda misol uchun futbolchilarni ham penalti tepganini o'zini qilgan. Keyin do'stlar, bunda bitta e'tiborli jihati salgina nima qo'shgan, sal ideyasi bor.
ideya qo'shgan holatda montaj qilgan. Aziz do'stlar, e'tibor berib qaraymiz, bu yo'nalishda juda katta daromad qilsa bo'ladi. Buni darslik YouTube aplikatsimizda bor do'stlar. Uni olish uchun Telegramimizga a'zo bo'lib, Telegram bot orqali murojaat qilsalaring, albatta o'zim ma'lumot berib, javob beraman. Aziz do'stlar, bu yo'nalish bo'yicha kim qiziqsa, kim buni montaj bo'yicha o'zini qanaqa montaj qilinishi bo'yicha shu yo'nalishlar va boshqa YouTube aplikatsimuz bo'yicha qiziqadiganlar bo'lsa, Telegram kanalimizga obuna bo'lib turib ko'rsalaring ham bo'ladi, to'liq ma'lumot bor va undan tashqari bot orqali murojaat qilsalaring, men o'zim sizlarga to'liq ma'lumot berib o'taman. Aziz do'stlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. YouTube'da pul ishlash darslari